Men sizga bugun 4 ta yomon odatlarni aytaman. Mana shu 4 ta yomon odatni qilmang va hayotingizni umuman chiqarib yuboring. Birinchisi bu ko'p fikr qilishlik. Oshiqcha fikr qilib o'y yurgizishlik. Uni qilmang. Bu sizni o'zingizdan o'zini ovora qilib qo'yadi. Ikkinchisi, qo'rqmang. Allohga tavakkal qiling. Barcha ishlaringizni Allohga tavakkal qiling va qo'rqmang. Uchinchi, o'tgan hayot bilan mashg'ul bo'lib bo'lmang. O'tgan odamlar bilan, o'tgan narsalar bilan mashg'ul bo'lmang. Ular sizni orqaga tortadi. O'tgan narsa o'tdi va ketdi. Balki hayotingizga yangi odamlarni kirgizgin, yangi narsalarni, yangi hunarlar bilan mashg'ul bo'ling. Oldiga qarab keting. To'rtinchisi, odamlarni rozi qilaman deb o'ylamang va harakat qilmang. Odamlarni rozi qilishlik bu aqlga sig'maydigan narsa. Hattoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham odamlarni rozi qila olmagan.